Bugun biz Rossiyada onamlar bilan O'shan magazindan O'zbekistonga shokolad qilish uchun kirdik. Hozir aravani olib yo'lda davom etamiz. qizlar xabaringlar bor. O'zbekistondan meni ko'rish uchun onam Rossiyaga kelganlar va nihoyat safarlari ham qarib qoldi. Hash-pash deguncha 22 kun ham o'tib ketibdi. Ertaga xudo xolasa uchib qaytib ketadilar O'zbekistonga. Shuning uchun endi bilasizlar, Rossiyadan kim boradigan bo'lsa, rossiyskiy shokolad olib keldingmi deyshadi. Ashan degan magazinga keldik. Buni Moskvadagilar, Rossiyadagilar bilsanglar kerak. Yana ham blogerligim tutib qolgani uchun Ashadda sizlarga ham bir video ulashayin dedim. Magazinning kattaligiga vobshe gap yo'q. Assortiment juda ham ko'p. Batta endi o'zimdan ketib telefonimni qo'yib qo'yayin. Xuddi bizni birov oyapganday bo'lsin desam, qaytib kelganimda shokoladning har xil rangidan telefonimni topa olmasdan birdan yuraklarim taka-tuka bo'lib ketdi. Qarasam turibdi telefoncham. Oldim, yana yo'lda davom etdik. O'zi doim O'zbekistonga yuk chiqaradigan bo'lsak, hech ham Ashan magazinga kelib shokoladlarni sotib olmaganman. O'zi erinardik ish bilan bo'lib. Duch kelgan торговый sentrga kirib, magazinlardan xarid qilib, peterочка bo'ladimi, magnit bo'ladimi, xullas, qayerdan bo'lsa ham Alyonishka degan shokolad magazini bo'ladimi, shunaqa joylardan olardik. Endi bugun birinchi marta kelib shu Ashan magazindan shokolad oldim. Endi voy birinchi martamidi, mayli 4 yil ichida kelganmiz, aylanib bu narsalarni olib ketardik. Unaqa O'zbekistonga berib yuborish uchun shokolad qilmagandik, lekin kelishimizga arzidi. Narxida bilmadim, narxi menimcha почти teng, ozmoz balki arzon bo'lishi ham mumkin, lekin почти teng, lekin assortiment juda ham ko'p. Mazza qilib bozor qilasiz. Batta dugonamni ko'rib qoldim, bitta selfie qilib oldim. Xullas bag'da kassani oldiga keldik. 10 kilodan oshiqroq shokolad olibmiz. Endi buni borib bagajga yuklab olsak bo'ldi. Ashadda ham telefonim qolib ketyapti. Onam keyin, "Hoy, telefoning" deb qaytib borib olib kelib berdilar. Xullas shunaqa tiqillab uyga kelib oldik. Endi ertaga xudo xolasa onamlarni kuzatamiz. Videoni ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Obuna bo'lib keting.